Assalomu alaykum. Akam salomatmisiz? Qalaysan, Fayzullo? Maslahatingiz kerak. Hop, nima maslahat? Keliningiz bilan ish boshlab qo'ydik. Ya'ni Xitoydan telefon aksessuarlarini olib kiryapmiz. Zaryadchik shunaqa. Zo'r. Endi savolda senga. Aha. Поставщик topdinglarmi? Topdik. Bizani yukimiz уже 3 dan 5 kuba oralig'ida bo'lyapti. Ha, o'sha pullarni to'lab xalqqa bo'libsizlar-da. Aha. Yaxshi. Endi bu biznesda sizlar yangi bo'lsanglar kerak. Sotadigan joyi topdinglarmi? Qayerda sotasizlar? Marketplace'larda zo'r yeyotgan ekan buni savdosi. Shunga biz ham shuni boshlab qo'ymoqchi bo'ldik aka. Zo'r variant. Nima maslahat? Qaysi joyda yo'q? Hammasini qilib bo'ldik, faqatgina endi uni o'zimizga Toshkentga olib kirib olish aka. Hop, qara, olib kirishcha ikkita yo'li bor. Birinchisi o'zing yugur qilasan, hujjatlarni to'playsan, olib kirasan. Sen yangi tadbirkorsan, kelinamli. Yangi tadbirkor hali hech narsani tushunmaysan. Shuning uchun bu yo'lni qilmalari. Senga zo'r maslahat, mana qara. Best Logistics. Instagramdan topasan, shundoq позвонить knopkani bosasan, 91lik 167 77 70. Ota bergan bola ko'taradi. O'zimizdan aka. Bularning rahbari Andijonlik Oyatulla akam, o'zlari Xitoyda yashaydi. O'sha yukingni to'liq nazorat qiladi. Yuking qattaligini aytsang, o'sha yerdan olib, ortib O'zbekistonga 18 kundan 25 kungacha olib kelib berishadi. Bir kubasini narxi $190 dan boshlab qilib berishadi. Yetmaganiga Best Logistics'dan oldin nomeringizni desang, narxini kelishtirishadi. Hech qanaqa hujjatli qilmaysan, yugur-yugurlar yo'q. Shunda uying adresini aytasan, uying adresini olib kelishadi. Eng qizig'i, hech qanaqa pul bermaysan. Pulni yuk qo'lingga olgan kuning berasan. Zo'r aka. Toshkentda ham ofisingisi bor. Gaplashib olsang, yo'g'ida ofisdan hal qilasan. Bo'ldi aka, nomerlarini oldim. Eski telefon qilaman. Joningiz sog' bo'lsa rahmat aka. Sog' bo'l.